Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Javohir aka, uyimizning sovchilar arimayapti. Sevgimiz uchun kurashmasangiz bo'lmaydi. Sabr qil, shu hafta oxirida boraman. Iye. Eski tanish-ku. Yuravering. Yaxshi. Ha, yuravering. To'g'ri, bo'ladi. Sekin. Bo'ldi, bo'ladi. Bo'p qoldingmi? Tezlashtir endi. Bo'ldi aka. Ma, xizmatingga rozi bo'l. Rahmat aka. Yopib bor. Xo'sh, kuyov bola. Moyga botib pul topaman degin? Endi tirikchilik, halol mehnat aka. Menga qara. Ochiqchasiga gaplashib olaylik. Singlimni buyurishing bilan boqolmaysan. Yaxshisi sen shu moychi ishlaringni qilib yuraver. Menga qara. Men javob beraman. Singlimni aniq baxtli qila olmaysan. Aka, singlingizni boshqasiga bersangiz, baxtli bo'lishiga javob bera olasizmi? Javob beraman. Ana o eshikni ko'ryapsanmi? Orqasidan yopib ket. Ha, aytgancha. Singlimning oldida qorangni ham ko'rmay. Aha, bo'ldi, hal qilamiz. Iye? Eski tanishlari? Gapingizga javob bera olmadingiz-ku. Qalbga muhabbatni Alloh soladi. Kim baxtli, kim baxtsiz bo'lishini bandasi emas, Alloh hal qiladi. Ana u eshikni ko'ryapsizmi? O'sha siz uchun doimo ochiq. Ertadan ishni boshlayvering. Rahmat.